Hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan reyd qilamiz. Ko'chalarda, bezorlarda mana kaltaklab iloji boricha shu xalqimizni asrashga harakat qilamiz. Mana mashinalar bizga yo'l beryapti, xudo xolasa. Hozir o'rtog'im chaqirgan, bitta joyga zakaz tushganda kelinglar, işte muammo bo'lyapti degan. Hozir tezda o'rtog'im yoniga bormay, voy mashina ham ag'darilib ketdi. Hozir o'rtog'im yoniga borib olsam, keyin birga o'sha tochkaga boramizda, tinchlantiramiz. Iloji boricha tinchlantirishga harakat qilamiz. Qochib to'p yursang yur. Tez borsak, hozir mana o'rtog'im yoniga ham kelib oldim. Hozir birga boryapmiz. Lekin tez yursa bo'lardi bu ham. Yuray tez. Shu beg'amda yuraveradi. Allohga o'xshab. Tez yur. Короче, men hozir forma kiymaganman. Menga hozir qidiruv berib berishim mumkin. Chunki formada ishni bajarish kerak. Formasiz yursa bizni ishdan haydashi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Короче, mana shunaqa hozir tochkaga ham yetib keldik mana. Mana shu yerda urush bo'lyapti. Hozir to'xta. Voy, befarosat. Hozir sizlarga urushni qo'ya olmayman. Mana urilib ketdi. Mana shu yerda unaqa bo'lyapti. To'xtat sherigim, mana. Короче, sherigim ko'ryapsizlar, uxlab qoldi bitta mushka. Men o'zim oqizdim bolalarda. Lekin o'ksdi, benzin qolmagan ekan, bolalar olib ketadi o'zi turib. Men yana bitta tochkaga zakaz tushdi hozir. U zakaz qanaqa mashinalar unaqa gonka o'ynab turgan ekan. Shular hozir tinchlantirish kerak. Nexia tezroq yuradi. Men uchun Nexia doim nomer 1 o'rnida turadi. O'zimiz uyda ham Nexia bor. Lekin uncha qiziqish yo'q. Endi o'zingizlar kommentga yozib ketasizlar, qaysi mashinada ko'proq video qilay, qaysi o'yinda, GTA'mi, PUBG'mi. Mana, короче, nima deyapti bu? Nima deyapsan, ey? Ikkita mushumga yaramaydigan bolalar do'q ko'taraveradi mana shunaqa. Короче, ketdi. Forma kiyib olish kerak. Uning uchun ishxonaga borish kerak. O'rganyapman to'g'risi mana. Bitta yulduzcha ham berib qo'ydi. Tak. Yetib qolay dedim. Agar yo'lda bironta muammo bo'lmasa, xudo xolasa tezda yetib boraman. Hamma chekkaga o'tib yo'l beryapti. Sizlar ham ko'chada militsiya yo skori ko'rsanglar, albatta yo'l beringlar. Qizil chiroq yonib turgan bo'lsa ham. Короче, mana shular gonka o'ynab, bitta mashina ag'anatib yubordi. Mana yonib yotibdi mashina. O'zi mashina o'g'irlab olgan ekan mana. Allohga o'xshab qochmoqchi bo'ldi. Quroli ham bor ekan, короче. Endi ketdi batdan. Reyd qilmaymiz. Chunki forma yo'q o'zi. Katta shkallaga endi qo'yib ketyapmiz. Bolalar, agar shu videoni part 2 chiqsin desanglar, 10 ta like, 5 ta komment yig'ib berasizlar. Kommentga hamma ikkinchi qism chiqsin deb yozsin. Men o'sha sразу ikkinchi qism chiqaraman. Keyin 3-chi qismga harakat boshlayveramiz bolalar. Kuninglar xayrli o'tsin, hammaga xayr.